Dunyodagi eng qimmat avtomoyka haqida eshitganmisiz? Birorta odam bormi? Mashina yuvish uchun $10,000 to'laydigan. U Britaniyada avtomoyka shahzodasi deb tanilgan Gursharan Sahoti. U faqat mashhurlar va lyuks mashinalar egasi bilan ishlaydi va eng hayratlanarlisi, unga navbatga yozilish uchun oldindan bir necha vaqt kutasiz. Nega uning xizmatlari bunchalar qimmat desangiz, uning mo'yka jarayoni 61 ta alohida va juda aniq amallardan iborat. Mashinaning turiga qarab, to'liq mo'yka hatto yarim oydan ko'p davom etishi mumkin. Maxsus va juda qimmat mo'ylovchi vositalar bilan tozalaydi. Shundan so'ng u kristal tuz asosida tayyorlangan, narxi $10,000 turadigan vositani mashinaning yuzasiga suradi. Eng oxirida esa u natijani tekshirish uchun $500,000 ultra tovush uskunadan foydalanadi. Bironta nuqson qolmasligi uchun. Natija esa shundayki, eng iflos mashinani ham yangi zavoddan chiqqandek yaltiratib chiqaradi va yarim yil davomida qayta mo'ykaga ehtiyoj bo'lmaydi. Endi savol, agar sizda imkoniyat bo'lsa, mashinangiz uchun bunday mo'ykaga $10,000 to'lagan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.